Ramazan yazmaları 4. bab Kur'an ayı Ramazan 3. bölüm Kur'an ve Ramazan Zaman, vaqt ve insanı yaratqan, vahiyini nazil qilgan, zaman ve insanı vahiy bilan sharaflandirguchining ismi bilan boshlayman. Zamanmı xuddi insonga o'xshash bir tilsim. Zaman tilsimining ichiga nimalarning yoshiringanligini faqat Alloh biladi. O'tib ketgan vaqtni xotirlab mang'uchi, kelgusi uchun xiyollar surib, plan qilg'uchi yagona maxluq inson. Zaman, inson va vahiy. Bu uchi birlashgan nuqta shohidlik. Allah zaman va uni tashkil qilg'uchi tilimlar bilan qasam qiladi. Val fajr subhi bilan qasamki, va shafaq vaqti bilan qasamki, va duha choshka vaqti bilan qasamki, va nahar kunduz bilan qasamki, va layli qorong'ulik olamni qoplagan kecha bilan qasamki, val asr zaman asr vaqti bilan qasamki, vahiy bo'lgan bu qasamlar vaqtning insonga shohid ekanligini askartishni maqsad qilgan. Bu yana bir nuqtadan insonga vaqtni unumlik, to'g'ri va obdan foydalanishni askartishni maqsad qilmoqda. Aksicha bo'lganda inson o'ziga ihson qilingan vaqt ne'matini o'zining ziyniga shohid qiladi. Bu ikki xil ziyon bo'ladi. Birinchisi vaqt omonatini zoya qilish, ikkinchisi zoya qilish orqali vaqtni ziyniga shohid qilish. Vaqtni insonga shohid qilgan Alloh insonni o'ziga shohid qilgan. Kalima-i shahodat. Bu shohidlikning eng ixcham va ma'nilik ifodasi. Allohga shohid bo'lishga chaqirilgan bir sharaf hamda sharafning eng cho'ngi. Chunki Allohga shohid bo'lish guvohlikning eng cho'ngi va eng buyuk guvohlik bo'ladi. Eng ulug' shohid guvochi bo'lganlik eng buyuk sharafga noil bo'lganlik bo'ladi. Zoti bilan qoim, avvali va oxiri bo'lmagan mutlaq tirik va abadiy mavjud bo'lib turg'uchi Alloh uchun aytganda, insonning uningga shohid bo'lishi uningga hech qanday bir foyda yetkazmaydi. U insonni o'ziga shohid qilish orqali insonni sharafli qilishni xohlagan va insonga ato qilgan aql va iroda orqali insonning ufqini ochgan. Shundoq emasmi? Alloh zul ma'rij, ya'ni takomil martabasining egasi. U insonningmi bu martabaga yuksalish uchun uningga imkon va fursatlar bergan. Alloh baxsh etgan bu yuksalish va yuqori ko'tarilish imkonlarining ichida eng boshda vahiy ko'zimizga chiliqadi. Vahiy xuddi vaqt va insonga o'xshash shohid. Shohid bo'lganligi uchun vahiy o'zini Majid, Karim, Azizga o'xshash sifatlar bilan tanishtirdi. Bu sifatlarning hammasi fa'il, ya'ni guvoch shaklda ishlatildi. Ilohiy kalom insonga nozil bo'lgan va insondan bu ilohiy kalomni loyiqida ilib mang'anligi so'riladi. Vahiy nozil qilingan insonning o'ziga qilgan muomalasi haqida guvohlik berdi. Jonliq Qur'on bo'lgan payg'ambarning shohidan bo'lish sifatida avatilishini vahiyning guvohlik berish nuqtasidan tushunsak bo'ladi. Shundoq ko'rganimizdek vaqt inson
va vahiy har uchi shohid bo'lish nuqtasida kesishidi. Lekin bu uchidan vaqt va vahiy insonga shohid. İnsan Allah'a şahit buludu. Mana bu insonni mustasno qilgan amil. Shunga vaqt va vahiy inson uchun, inson Allah uchun yaratilgan. İlahiy tartib mana shundoq bo'ladi. Vaqtga mahkum bo'lish va uningga bog'lanib qolish bu tartibni buzganlik bo'ladi. Bu ahvolda vaqt inson uchun bo'lishdan inson vaqt uchunga aylanib qoladi. Mana bu ilohiy tartibni maxluqot daraja tizimligini buzganlik bo'ladi. Mundaq bir savol paydo bo'lishi mumkin. Bu tartibda vaqt va vahining o'rni qayer? Ramazon mana bu savolning javobini berdi. Bu javobga erishish uchun Ramazon oyining o'zi qimmatini qayerdan olganligini bayon qilgan shu oyatni aslash zarur. Ramazon shundoq bir oydirki, insonlarga yetakchi bo'lgan, ya'ni hidoyat. Bu yetakchilikning ro'shan dalillarini elib kelgan, ya'ni bayinot va haqni botildan ayirgan, ya'ni Furqat. Bo'lgan Qur'on mana bu oyda nazil bo'lishga boshladi. Sizlardan kimki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon ro'zasi tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi. Ya'ni og'zinglar ochiq yurgan kunlarning qazosini qilish bilan Ramazon ro'zasining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni, ya'ni uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Bu oyat Ramazon oyini alohida qilgan sababni ro'shan va aniq qilib bayon qiladi. Bu sabab Qur'onning bu oyda nazil bo'lishga boshlanishi bo'lib, bu haqiqatni Qadr surasining 1-oyati tasdiqlaydi. Ramazon Qur'on tug'ilgan oy. Qur'on vahiy tug'ilgan kuni bo'lgan Qadr kechasi Ramazon oyi ichidagi bir kecha. Bu haqiqatan Baqara surasining 185-oyati bilan Qadr surasining 1-oyatini yonma-yon qo'yib o'qigan vaqtimizda ro'shan holda o'ttirg'i chiqadi. Bu agar Qur'on nazil bo'lgan Qadr kechasi Ramazon oyi ichidagi bir kecha bo'lmagan bo'lsa, Ramazon oyimi bundaq muborak va barakatli bo'lmaydi deganlik bo'ladi. Ramazonning bundaq muborak va barakatli bo'lishi vahiy nazil bo'lgan kechini o'z qo'ynida tutganligidan bo'lgan. Bu ulug'liq va barakatning cho'ngligini Qadr surasi mundaq bayon qiladi. Biz Qur'onni haqiqatan Shabi qadrida nazil qildik. Shabi qadrining nima ekanligini bilamsan? Shabi qadri, ya'ni sharaf va fazilatda 1000 oydan ortiqdir. Farishtalar va Jibril vahiy bilan shu kechada Parvardigoringning amri bilan, ya'ni ziminga Alloh taqdir qilgan hayotning har sohasiga til bilan ifodaliksiz bir saodatning formulasi keladi. Bu ahvol tong otqicha davomlashadi. Shu kecha tong yo'rg'onga qadar butunlay tinch amonlikdan iboratdir. Nazil bo'lgan kechini bir umrga tang qilgan vahiy. Nazil bo'lishga boshlagan oynimi oylar sultoni qilgan Ramazon
so'zlar sultonini elib kelmagan bo'lsa, oylar sultoni bo'lolmaydi. Bu sura xitob qiling'uchisidan shuni bilishni va e'tirof qilishni talab qiladi. Nazil bo'lgan kechini bir umrga tang qilgan vahiy, agar mening hayotimga nazil bo'lsa, har kunimni bir umrga tang qiladi. Ishchiga vahiy nazil bo'lgan bir umrning mukofoti faqat jannat bo'lishi mumkin. Demakki, ulug'liq va barakatning sababi vaqt emas, vahiy. Vahiyning sababi hidoyat, ya'ni yetakchilik. Hidoyatning sababi jimmi vahiylarning maqsadi bo'lgan bayinat va furqon bo'lish. Bayinat yoqilgan haqiqatni isbotlash uchun yetarlik bo'lgan ro'shan dalil ma'nosini bildirdi. Furqon yaxshini yomondan, haqni botildan, to'g'rini xatodan, adolatni zulmdan ayiradigan alohidalik va qobiliyatni bildirdi. Ramazon ro'zasini farz qilgan Baqara surasi 185-oyatda Qur'on mana bu ikki sifat bilan tonishtiriladi. Bu bekordan bekor bayon qilinmagan. Chunki ro'yi xitob qiling'uchisiga yetakchilik, ya'ni hidoyat qilish maqsadini bu ikki alohidalik soyasida amalga oshira oladi. Bularning birinchisi bo'lgan bayinat Qur'onda bo'lgan va xitob qiling'uchisiga sungan haqiqat. Ikkinchisi bo'lgan furqon xitob qiling'uchisiga barpo qilgan bir qobiliyatni ko'rsatadi. Faqat Qur'on barpo qilgan bir tasavvur va aql furqon alohidligiga ega bo'ladi. Bundaq bir tasavvur va aql bilan hayotga, koinotga nazar solgan ko'z albatta bayinat, dalolat qilgan haqiqatni to'g'ri va joyida ko'rdi va tushunib yetadi. Bulardan keyin so'rashga tegishlik eng muhim savol bu bo'lsa kerak. Qur'on tug'ilgan oyning ihyosi nima uchun ro'za qilib belgilangan? Yoki Qur'on tug'ilgan oy nima uchun ro'za tutish orqali muboraklanadi? Bu jon olg'uchi savolning javobi vahiyning uni tushunish va hayotga tatbiqlashning ochqichi. Parschada kun ma'nosini bildiradigan ro'za so'zining turkchisi bo'lgan uruch kalimasi Qur'onda savm kalimasi bilan ifodalandi. Savm tutish va tark etish ma'nosini bildirdi. Kalimaning yiltizi yemak ichmakdan qilish, eg'izi yepiq bo'lish, ishchiga qo'shimcha bir narsa olmaslik ma'nosini bildirdi. İştiqaqi akbar, ya'ni arabcha lug'at ismida mutlaq, butun, kamtuksiz va to'liq ma'nosini bildiradigan ilohiy sifat as-samat qimmati muqim bo'lganligi uchun oltin ma'nosini bildiradigan samit, butun va gigant qaya ma'nosini bildiradigan samat, eg'izi ittik bo'lganligi uchun sukut qilish ma'nosini bildiradigan sumim va kuch-quvvat, jalb markaziy ma'nosidagi samit bilan tuqqan so'zdir. Savm. Savm tutush bo'lib, tilimizda uruch, ya'ni ro'za tutish deymiz. Namozni qilamiz, tahoratni olamiz, zakotni beramiz, kalima shahodat keltiramiz, hajga boramiz, ro'zani tutamiz. Tilimizdagi tutish
roza ma'nosidagi somning dal ifodasi bo'lish sababidan roza tutishning tilimizdagi ifodasi tutishni tutish bo'lsa kerak. Roza tutish oldi bilan rozaning tartibini tutish. Roza tarafda turish bo'lib, men roza tarafdori. Men roza tarafda turaman deganlik bo'ladi. Roza tutish o'zini tutish bo'lib, beshimizga kelgan peshkanliklarning ko'pinchisi o'zimizni tutolmasligimizdan keladi. Gunohlarning sababi ochiqni bosolmaslik, nafsini yig'olmaslik, shahvatini tizginlayolmaslik, tilini yig'olmaslikqa o'xshash sabablardan kelib chiqadi. Kishi ro'zani qanchalik tutsa, ro'zimi kishini shunchalik tutadi. Kimki ro'zaning beshini tik tutsa, ro'zimi uning beshini tik tutadi. Ro'za kishini insonga qul bo'lishdan qo'g'daydigan qalqon, bandini qul qilishdan saqlaydigan bir aql bo'ladi. Bu ma'nosi bilan ro'za och qilish emas, g'izolanish bo'ladi. Och qo'yilgan vujud bo'lib, bu insonning jismi tarafining ikkinchi o'rinda turadiganligini eskartadi. Birinchi o'rinda turadigan tarafi aql ishiltadigan, tafakkur qiladigan, aslaydigan, nasihat oladigan, ishonadigan, qismat yaratadigan, yaxshini yomondan ayiradigan tarafidir. Qur'on tug'ilgan oy bo'lgan Ramazonni badanni och qo'yib o'tkazishning sababi bu yerda ayon bo'lmoqda. Bu sabab mo'minning aqli va ruhiy farishtalarni g'idiqlab va tashviq qilish orqali uni tushunish va idrok qilish qobiliyatini oshirmoqda. Buning Qur'on bilan bo'lgan munosabati nihoyat ro'shan. Bu orqali vahiyni texmi yaxshi tushunishga yordam qilish bo'lib, bu vahiyni o'qish. Chunki o'qishdan maqsad uni tushunish. Bir narsa tushuniksiz bo'lgan bo'lsa, o'qilmadi deganlik bo'ladi. Iqro, ilohiy amr. O'qu amridan ayrim holda tushan amriga muhtoj emas. O'qib tushunishni o'z ichiga oladi. Alaq surasining dastlab nozil bo'lgan oyatlardan o'qishdan maqsadning o'rganish, bilim, ta'lim ekanligini 4 va 5 oyatdan ko'rib olg'ili bo'ladi. Tunji nozil bo'lgan 2 sura Muzammildagi Qur'onni tartil bilan o'qish amrining ijrosi shundoq bo'ladi. Tushunishdagi maqsad hayotga tatbiqlash. Chunki tushunmagan narsani o'zlashtirgili, tatbiqlag'ili bo'lmaydi. Shunga Ramazon Qur'on oyi. Ramazon bizga Qur'onni elib kelganligi uchun Ramazon bo'ladi. Ramazonlarimiz Qur'onni qanchalik o'qigan, tushungan va hayotimizga tatbiqlagan, hayotimizda yashatgan bo'lsak, shunchalik muborak bo'ladi. Qur'on bilan bo'lgan munosabatni faqat Ramazonga xoslashtirib qo'yishga bo'lmaydi, albatta. Chunki Ramazon Qur'on nozil bo'lgan emas, nozil bo'lishga boshlagan oy. Qur'on bir Ramazon kechasi bo'lgan Qadr kechasida nozil bo'lishga boshlagan va bir naslning hayotini yangidan shakllantiradigan uzun bir jarayonni boshdan kechirgan. Vahiyning ta'siri kuchini nozil bo'lgan yillarga mahkum qilib qo'yg'ili bo'lmaydi. Har qanday zamon va makonda nozil bo'lgan kunida sanoqsiz va ayolning qalbiga nozil bo'lishni davomlashtirdi. Vahiy ilohiy bir loyiha bo'lib, zaminda vahiy bilan o'zini barpo qilgan insonlar orqali yangi hayot barpo qilishni maqsad qiladi.
Ramazanның ta'sirini xuddi vayiga o'xshash faqat bir oyga mahkum qilib qo'ymaslik kerak. Ramazan ilib kelgan ma'no iqlimini xitob qilg'uvchisining butun hayotiga yeyish va uning umrini Ramazan qilishni maqsad qiladi. Shu haqiqatni unutmaslik kerak. Umri Ramazan bo'lg'uchining oxirgi bayram, hayit bo'ladi. U hayit jannatning dal o'zi. Mana mushundaq kishida Ramazan tövəndəki sözünü aytqıdak ong paydo qiladi. Kufrga, shirkka va zulmga qarshi ro'zamni buzsam, kaforatim jahannam bo'lsin.